Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 8-oyning 29-kuni shanba. Ma programma sal kechikroq chiqib qoldim. O'zim yana sal oldirashib ketdim. Shunga afu qilinglar. Bugun yana bir qism uchurlar vasitlarga yetkazib qo'yay. Dastlabda xalqaro ishlarni dafn ekan vatan ahvoli to'g'riliq hozirroq so'zlab beraman. Xalqaroda bu haftada bo'lgan cho'ng ishning birisi Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Yevropadagi 5 davlatga ziyoratga keldi. Bu 5 davlat Italiya, Gollandiya, Norvegiya, Fransiya va Germaniya. Uning kelishiga sabab oldingi hafta Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo Yevropadagi necha davlatlarni aylanib, u davlatlarni Amerika bilan birlashib Xitoyniki kompartiya hokimiyatini o'zgartirish haqida ish yapgan. U safar nihoyat unumli bo'ldi. Bu ish bo'lgandan keyin Xitoylar sal o'tiramay qilib, darhol bir haftadan keyin Wang Yini bu davlatlarga avatdi. Endi bu yerda biz uchun bir nihoyat xo'shal bulchiq tegishli ishlarning birisi shu davlatlardagi Uyg'ur qarindoshlar nihoyat tez, qisqagina vaqt ichida harakatga o'tib, nihoyat islom namoyishlarni qildi. Bo'lib bu qitim Wang Yi bu safarni intayin maxfiy tutib ekan. Shu safarga chiqishdan bir necha kun qolg'ichilik safarga chiqishga bu ishdan Uyg'urlar xabar topolmagan. Keyin xabar topib intayin qisqa vaqt ichida bir necha kun ichida tez tayyorlik qilib, Gollandiya, Norvegiya, Fransiya, Germaniyadagi qarindoshlar namoyish o'tkazdi. Fransiyada atinin namoyish bo'ldi ekan. Nimada bu Norvegiyadagi qarindoshlar kech soat 5 dan 10gachilik 15 soat nihoyat uzun suzilgan namoyishni qilib, uzun yerlardan kelib bu ishni nihoyat isil qilibdi. Men oldi bilan shu bu qatimki ishlarni ulashtirgan barliq qarindoshlarga, qatnashgan barliq qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Hozir endi chet eldagi uyg'onishida nihoyat misli ko'rilmagan darajadagi uyg'onish, qo'zg'alish mavjud hozir. Bu intayin bir yaxshi ahvol. Bu ahvolni yana davomlashtirishimiz kerak. Ikkinchi xabar seshanba kunidan payshanba kunigacha bo'lgan 3 kunda bu hafta Amerika Cumhuriyet Partiyasiniki cho'ng qurultoyi ochildi. Bu asosligi bu yil 11-oyda bo'lgan saylam haqida Donald Trumpni qaytadan prezidentlikka ko'rsatish, Mike Pence'ni muavin prezidentlikka ko'rsatish yuzini ochilgan qurultoy. Bu qurultoyniki Demokratlar Partiyasiniki qurultoyi bilan bo'lgan cho'ng farqi Cumhuriyet Partiyasiniki qurultoyi har kunisi o'xshamagan bir yerda o'tkazildi. Zalda masalanga aşağı ötküzüldü. Bu demokratçılar şu Cumhuriyet Partisi'ne karşı bir xil yolunu tutup bu qadimki yığını bütünleylen dijital sağlık sıfırlık yığın dep ешқандай adamı toplanmay bir yerге hemsini video arkalık açkan. Lekin Cumhuriyetçiler bolsa her günkü yığını oşumagan yerge uğurlaştırıp adamlar katnaşkan gerçi burunqidek intayin çoğun sorun olması mı? Herhalde sözlegen çağda adamlara karatılıp sözleydiğen açlıq bir şekilde ötkazdi. Bu yığındaki yan bir alaylığı Demokratçılar Partiyası'ndaki yığında prezident ve muavin prezidentlikka tanlangan 2 kişi Joe Biden bilen Kamala Harris'ten başka kişilerdeki hiç qası Xitayni tilga almagan söz çıqqanlar. Amerika'da qurultay degan gap asosan o'xshamagan tanlangan adamlar har kunsi nutuq so'zlashga chiqib nutuq so'zlaydi endi. Demokratchilar ishkalardan boshqasi hech qaysi Xitoyni tilga olmagan. Bu Cumhuriyetçilar bo'lsa Xitoyni tilga olmagan adam yo'q. Hamma odam Xitoyni tilga turib, nihoyat kuchli signal berdi Xitoy qarata. Ondan keyin Donald Trump qayta saylansa, qanday ishlarni qildiganligi to'g'riliq nihoyat aniq, konkretni planlarni o'tirib qo'ydi. Demokratchilarda bunday ishlar bu baxmagan. Ondan keyin oxirgi yig'indagi yepilish murosimi
Washington DC'deki bir çoğun otluk meydanda aşağı ulaştırıp da ahir günüsünü umumiyeti isil ötküzüldü. Bulup mu nutuk sözleri çıkanlarınki nutukları intayın isil bir-birisinden isil. Eğer vaxtınlar olsa İngilizce bilsen anlapasan oldu. Şuna bunda bir iş oldu. Hazır endi nimeneki Donald Trump'niki begen bir signali, başına ahir çın tuğan bir signali, nime eğer Biden uçsa bu kademki saylanda, o hem buyumlarını inalki Made in China kıyıtıdı dedi. Made in China kıyıtıdı. Eğer ben çıksam, bizdeki hem buyumlarımızı Made in America kılman degen bu gap ne dedi. Andakin eğer Biden çıkıp kalsa, Xitay Amerikaga igi bo'ladı. Amerikanın igisi bo'ladı. Hani Amerikalılar Xitay için ügünüp Xitay sözleşmesi olmaydı degan andaq fikir hanım. Andaq bir nuqtani mı uçuq o'tira qo'ydi. Bu kadar yig'indagi bir qancha alayliklar endi. Endi nurun kishilarniki parazchi hozir Trump asali o'tib ketadi degan paraz bor. Bir qism Uyg'ur qarindoshlarniki biroz andishalari bor ekan. Bana ayrım xat yazgan aştaqa qarindoshlarım bor. Lekin hozirgi umumiy ahvol pek ansakishning hojati yo'q. Amerikada kishilar o'ziniki siyosiy maydonini, siyosiy ko'z qarashini ifodalashga oldirab ketmaydi. O'tgan qatim saylandimi Amerikadagi kishilar asosiy jihatdan Trumpni tutanmaydi deb qaragan. Keyin Trump o'tib ketdi. Bu demokratlarning ma'burba jumhuriyatchilarniki jumhuriyatchilarniki bir alayiligi Cumhuriyetçilerde şu yerlik ahtarlıklar ve köp. Cumhuriyet Partisi'nin içindeki adamlar. Bu adamlar adetsel cim jürüp özünü ifade edilmeyi. Lakin saylan boğan çağda hemisi verip saylanma katlaşıp bütün saylanlıki neticisini özgertirdilerdi. Hazırki Rayısnaş'ta Donald Trump, köpünce Rayısnaş'ta Donald Trump yerine Biden'dan sel kiyin 2 numara, 3 numara maçlar kiyin. Endi bu Rayısnaş'nınki hatalık nispeti 4%. Plus yoki minus 4% endi. Hatta bu başka bu farq, şu hatalıkın içindeki farq, undan başka abaytmen degandek Cumhuriyetçiler odatda ko'p bu narsalarga ifade bildirmey, keyin saylan bo'lgan chog'da saylan qatnashib asallamkin saylanlik natijasini o'zgartirgan ahvollar burun ko'p bo'lgan. Bu qatlamı kishilar aslida paraz qotdi. Yana bir yangilik yaqinqi birlashganlikdagi yangilik Biden Xitoyniki Uyg'urlar salgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb atash kerak deb o'tirib qo'ydi oshkora oldi. Shuning bilan bu ish hozir jumhuriyatchilarga biroz besim bo'ldi. Hozir jumhuriyatchilarmi shu Trump hukumati ichida Xitoyniki Uyg'urlar qilayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb atash haqida muzokaralar qilib hozir. Ehtimal taraflarning ichida bu jihatda natija chiqishi mumkin. Endi bu ishninki hozir bu qatımki saylanda Uyghur meselesi nayeti bir mühim nokta bu kılıç tarafından ketip hozir ahval. Bu biz için bir çok paylık ahval, bir hoş oluşqa değişik ahval. Lekin men ahir sal to'xtalman bu meseleyi deyni qayta. Biz muşun qaraplanki bizniki Xitoyniki biz qo'llangan siyosatni irqiy qirg'inchilik deb ataydi ekan deb qo'shib kelsak bo'lmaydi. Bu bizga nimadan darak beradi? Hozir Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatini, zulmini irqiy qirg'inchilik deb atsa, ashtaq bir baholasa, buniki biz uchun qanday ta'siri bor? Bu to'liq men oxirida to'xtalaman. Herhalde quruq umidvor bo'lib ketishdan saqlanganimiz yaxshi. Yeni bir xabar o'tgan haftada Avustraliyalik bir media ishlarida shug'ullagan Verleman degan kishi men bilan bir ovozliq suhbat o'tkazgan. Videolik emas, ovozliq suhbat o'tkazib, uni taqatgan shu vaqtning o'zida. Keyin shu meniki degan manbaga ushurlarga asosan bu kishi bir uzun maqola yozib e'lon qildi. Shu Uyg'urlar masalasi, navbatdagi masala. Zodi Xitoyniki Uyg'urlarga yurgizayotgan bu zulm qandaq ish? Uni qandaq tushunish kerak? Dunyoga qandaq bildirish kerak degan nurg'un masalalarni Night Obdan yozib chiqib e'lon qildi. Bu maqolaning ta'siri intayin yaxshi bo'ldi. Nima ishqa bo'ldi desanglar,
bu maqolani Twitter'da e'lon qilgan. Uniki boshqa asl e'lon qilgan yerda qancha odam ko'rdi uni bilmayman. Twitter'da bilgan qarasam buni o'rtoqlashgan odam 11.900 dan ko'p. Bu menikini o'zi chiqa olmaydi. Menikida mu necha odam o'rtoqlashdi. Men chiqagan yerdim. Mana shu Verlemanniki o'ziniki Twitter'da chiqargan maqolani o'rtoqlashgan odamning soni 11.900 dan ko'p. Endi bir maqolani o'rtoqlashniki mush darajaga berishi men odatdan ko'p uchratmayman bunday ahvolni. Shunga bu intayin yaxshi bo'ldi. Endi tushgan inkoslarmi bak yaxshi. Agar vaqti bor inglizcha biladigan qarindoshlar bo'lsa ko'p vaqtni bo'ladi. Buningda hozirgi bir qator cho'ng masalalarga javob berganman. Bo'lib masalanga Uyg'urlarniki vatanning ahvolini dunyoga anglatish jihatda bizniki uchur erishishimiz intayin tez. Biz davomli qiyin ahvol uchurga erishib, uni muxbirlarga desak, senda yetarli isbot yo'q ekan deb turib oldi bular. Men o'zimniki leksiyalarida har qatim muxbirlarga kurashgan vaqtimda ularga qattiq norozilik bildirib keldim hozirga qadar. Nima uchun sizlar Xitoyga g'arblar o'xshash o'lcham qo'llanasizlar? Xitoy degan bir diktator davlat bo'lsa, diktator tuzumdagi davlat bo'lsa, ular hamishni yushiradigan bo'lsa, hamiyada yolg'onchilik qiladigan bo'lsa, ondan keyin uchurni shunchalik qattiq kontrol qiladigan bo'lsa, Uyg'urlarga oid uchurni nima uchun bizga o'xshash o'lchamda qaraysizlar deb qattiq norozi bo'ldi degan. Mushqitim bu ahvollarni tushundirdim Verlamanmi buni Verlamanmi aytdi obdan o'tirib qo'yibdi maqolasida. Yana bir ahvol men o'tgan hafta shu Xitoydagi bir manbadan lagerga ushlangan Uyg'urlarniki soni 6 million bilan 9 millionning oralig'ida degan uchurga erishgan. Bu ahvollarni tushundirdim. Ondan keyin Xi Jinpingniki Uyg'ur nufusining 3dan 1 qismini o'ldirib, 3dan 1 qismini sulab, anda 3dan 1 qismini o'rta asr saviyasiga olib qo'ymoqchi bo'lgan planlardan tortib hammasini tushundirdim. Hozir bu yerdagi yana bir muhim narsa 3dan 1 qismini o'ldirib, 3dan 1 qismini suladiganlar. Suldi degan gap bu sulangan Uyg'urlarmi o'lgüchi ishlab yoki turmada turib o'lib ketadi degan gap. Amaliyotda agar Xitoyniki shu planni o'zgarmay mengiveradigan bo'lib qolsa, Uyg'urlarniki o'lib ketadigan soni 3dan 2 qism bo'ladi Uyg'ur nufusiniki. Bu nüfusni agar buni biz Uyg'urlar nüfusini 18 milliondan ko'p deb hisoblasak, 3dan 2 qismi degan gap 12 million degan gap. Hozir manga kelgan son hozir sunib bo'lganlar 6 million bilan 9 millionning oralig'ida. Ikkinchi dunyo urushida Yahudilardan shu Holocaust, cho'ng qirg'inchilikda o'lgan odamlarning soni 6 million atrofida. 6 milliondan ko'proq. Shunga agar biz 9 million bo'yicha hisoblasak, Uyg'urlarniki tatadigan ziyni Yahudilarni ishib ketadi degan gap. Mushu ahvollarning hammasi shu maqolada deyilgan. Mushundan keyinlamkin hozir ko'p degan kishilar Xitoyniki Uyg'urlarga qilgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb atash kerak. Bu Holocaustni besib tushadigan bir darajadagi zulm bo'libdi degan narsalarni ilgari suryapti hozir. Shunga bu mazmunlar intayin muhim. Bugun u maqola chiqqandan keyin ba'zi tunilgan Uyg'urlarni tadqiqlagan ziyolilar hozir fikr qildi. Bu masalan o'tirib qo'yishi sal yenik bo'lib qolibdi, isbot yo'q turib, ashta bo'lib qolibdi deb biralan shunaqa bir inkosini yozib ekan. Men kishi bilan ko'rishib, paranjib hozir do'stib ketdik. O'ziga men qattiq norozi bo'ldim. U kishiniki uchi deganlar jihatda menda sharoiti yo'q. Bizdagi sharoiti yo'q. Bizning vatan bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ashta turib biz o'tirib qo'ygan narsalarga undaq yenik bilan undaq bahobasi bo'lmaydi deb o'zi bilan ko'rishib paranjib qildim. Hozir yaqin do'stib qoldik. Umuman bundan bir qism ishlarda yordam bermoqchi. Vaqti kelganda sizlarga deyman. Natija chiqqan vaqtida hozir deyishimning hojati yo'q. Umuman qilib aytgan chog'da maqola andan keyin sinimiz Qalbi Nurniki o'tirib bergan uchur asosida yozilgan yana bir maqola. Bir lager o'qituvchisiniki deganlari degan maqola. Bu ikki maqola ikki hafta ichida o'tirib chiqdi. Oshna bilan dunyoniki Uyg'ur masalasini tushunishida bir cho'ng ilgirlash bo'ldi deb o'ylayman men. Hozirgi Uyg'urlarniki fojiasi qaysi darajaga bog'liqligini tushunishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman.
Agar bu ikki maqolani hamma Uyg'urlar o'qib chiqish kerak. Bu ahvollarni biz cho'qim o'zimiz bilan bilishimiz kerak. Ondan keyin bu bugun men Arslan Hidoyat inimiz bilan olib bo'lgan suhbat. Bugun aytganda bir soat suhbat yapardik. Shu Verlemanniki maqolasi to'g'riliq. Buni anglab yiqqanlar. Bunun ichida nayt muhim hukmlar bor. Bo'lib Uyg'ur faoliyatchilarining qalısida bir qism ishlar aniq bo'lishi kerak. Biz chet elliklarga nima deymiz? Chet el hukumatidagilarga nima deymiz? Muxbirlarga nima deymiz? Biz muxbirlarning aqsida maqsaq bo'lmaydi. Men bir qism tadqiqotchilarla paralashib baqqan. Nima uchun Uyg'urlarniki, mana Lagerustonga qolgan Uyg'urlarning sonini hozir qadar 1 milliondan oshadi deysizlar. Bu 2018 yılı 1. ayının 15. gündeki makalada e'lon qilingan son 1 milyondan aşıdı degan son. Hozir uni 2,5 yilni eshib ketdi. Undan keyin Xitoylar lagerlarningki sonini, ko'lamini nechasiga ko'paytirib bo'ldi. Uyg'urlarni necha suladi, hozirmi sulayotdi. Hozir hech qanday lagerda bekor qo'yib yo'q. Bir nurg'un Uyg'urlarni lagerdan turmushga ketdi. Yana nurg'un Uyg'urlarni lagerdan majburiy ishlaydigan zavodga ketdi. Hozir qoldirgan yana odam sulayotdi. Moshliq turib nima uchun 1 million deysizlar desam, erkin o 1 million degan son bakchiq bizniki muxbirlik nuqtasidan qaragan chog'da uni 1 million deymizmi, 3 million deymizmi, haqqi beradigan ta'siri ancha muhim emas. Lekin men 3 million desam, Xitoy hukumati meni yolg'onchilik qildi deb hujum qilish mumkin deb shunday edi. Men shu chog'da bir kishi bilan paralanish jarayonida bir narsani his qildim. Bu tadqiqotchilar, muxbirlar, chet ellik tadqiqotchilar, muxbirlar. Ularniki vazifasi Uyg'urlarning manfaatini qo'llash emaski. Ularniki ko'zlaydigan narsa albatta ularniki insoniylik nuqtasidan turib, işte maqolani yozishini biz ularniki bir yaxshi axloqidan kelib chiqqan, yaxshi xarakterdan kelib chiqqan deb qaraymiz. Lekin Uyg'urlarniki manfaatiga haqiqiy ko'nishga kelgan chog'da Uyg'urlar ko'niganda ko'nmaydi. Yanılam o'ziniki obrazi, obro'yi, boshqalarga bir qo'ygan ta'siri, kengki chiqarmoqchi bo'lgan maqolalari mush narsalarni o'ylashdi ekan bular. Endi biz Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan biz nimani bilsak shuni deyishimiz kerak. Bizmi demasak, vatandagi o'tib qolganlarga nima deymiz? Hozir bu yaqinqi kunlarda bir qism qarindoshlarimiz o'ziniki intayin og'ir xavf-xatar ichida ekanligini bilib turib, chet elga uchurlarni chiqaryotdi. O'lib ketsam mayli edi. Endi bizmi shu chet ellik muxbirlardan, tadqiqotchilardan do'rab, o'zimizning obro'yini, yamadasini o'ylab, biz kelgan uchurlarni buni isbotlayolmadim. Bunu desam meniki obro'yim ta'sir etadi, men yolg'onchi bo'lib qolamiz deb o'ltirsak, qamlashmaydi. Shaxsan meniki tutgan maydonim shu, tutgan yo'lim shu. Men yaqin kelgan uchurlarni hammasini chiqarib o'taman. Meniki bir nuqta aniq, prinsipim aniq. Men chiqargan uchurlarning hammasining manbasi bor. Men uni tuqib chiqarmayman. Ba'zan joylarda farazni o'tirib qo'yman, o joyda bu mening farazim deb aniq yozaman uni. Shunga bizniki Uyg'urlarniki majburiyati chet ellik tadqiqotchi va muxbirlarnikiga o'xshamaydi. Shunga bu nuqtani barliq Uyg'ur qarindoshlarning aytib tushunish kerak. Agar tushunmasak, bizning qarashimizdan yaxshi unum chiqmaydi. Men dastlabda ishlarni boshlagan vaqtimda har xil mana ko'ngil bo'lgan qarindoshlar ancha ogohlantirish berib, shuni qism sal ish ketar ko'p degan. Men qilaverdim xudo ishimni. Hozir nurg'adan izlab kelyapti. Hozir har haftada meni izlab kelayotgan yangidan izlab kelayotganlar bor chet elda. Faoliyatchilar, muxbirlar va boshqalar. Qarash ishtimga yaxshilanishni ko'ryapti. Bu Karl Bastap bir donliq muxbir kishi var, umuman shu videolik program ishlaydigan bu kishinin yaqinda bu singlimiz Qalbinur Sidiqniki deganlar asosida yozilgan maqolani o'rtoqlashib ekandik Twitterda. Men bugun qarab baksam uni bu kishinki chiqargan narsani o'rtoqlashgan kishilarmi 1 mingdan eshibdi, 1 mingdan ko'pga. Shu qilib ta'sirdan bo'lyapti. Ondan keyin yaqinqi bo'lgan yana bir ish Justice for All, hammalar uchun adolatlik degan bir tashkilot bor. Buni meniki tushunishimcha buni qurgan kishi doktor Abdulmalik Mujohid, musulmon odam. Bu kishi hozir 2 yildak bo'ldi. Uyg'urlarga dair ko'ngil bo'lib, nurg'un yordam qilib, Uyg'urlarning masalasini o'tirib chiqib tirishyapti.
bu qatim bu kishi bir bayonot e'lon qildi. Shu hammalar uchun adolatlik, Justice for All degan tashkilotning nomidan Donald Trumpni Xitoyniki ular ustidan yurgizgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik atagan deb chaqirdi Donald Trumpga bir chaqiriq qildi bu kishi. Undan boshqa bular yana bir tafsiliy diqqat yaratdi. Nima uchun Xitoyniki Uyg'urlarga yurgizgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb atash kerak degan mazmunda bir doktorat yozib chiqib uni e'lon qildi. Buni tilga qo'yib keldi. 6. cho'ng xabar tunugun Yaponiyaniki boshlig'i bosh ministri AB xizmatidan istifa berdi. Bu kishiniki bunday qilishi nihoyatda bir yaxshi emas bir payt to'g'ri kelib qoldi. Bo'libmi hozir Yaponiya shu Amerikaga eng yaqin turayotgan davlatlarniki birisi Osiyodagi. Bu odamniki bu ishi yuz berdi. Buning asos sababi bu kishida bir kasal bor ekan. Shu kasal sababidan istifa berdi. Endi bu ishdan Yapon xalqiniki naqadar isligini, ularniki fazilatiniki naqadar isligini ko'rib olib bo'ladi. Ağrıp qaptiken hiç kim çıkıp ketken demese üzümden çıkıp gideyim. Ağrıp kaldım. Selametlim yaşım emas deb xizmatini istifa berdi. Bu kishi Xi Jinping bilan o'xshash vaqtda vazifega o'tirgan 8 yil o'tdi hozir. Shu salomatlik yaxshi bo'lmagan uchun ashta qilibdi. Xudoyim bo'lsa bu kishiniki iziga mushadan bilan tang o'rinda tura oladigan yoki uningdan kuchliroq Xitoyga qabul turgan birisi chiqa. Uni keyin bilamiz endi. Mana bir xabar chiqdi bundan. Yeni bir xabar. Hozir Xitoy bilan Amerika o'tirishidagi harbiy to'qinish har kunidagidek kuchayib menyotadi. Bo'libmi Amerika hozir to'liq urush holatida Xitoyning atrofiga intayin ko'p parxod qatorliq harbiy qo'shinlarini tayyorlab bo'ldi bular. Yaqinda bir voqea bo'ldi. U nima desanglar, hozir Xitoy Janubiy Xitoy dengizida harbiy manevr o'tkazyapti. Harbiy manevr o'tkazyapti, rasmiy o'q ishlatib, yalg'onlar emas, rasmiy ishlatib o'tkazyapti. 26-da Amerikaniki 2 U2 degan jasusluq tekshiruvchi aeroplani shu Xitoylar yanvar o'tkazayotgan dengizning ustidan uchib o'tibdi, tekshirib o'tibdi. Tekshirib o'tgandan keyin buni Xitoylar chichangshidi. Chichangshib darhollamkin Xitoyniki davlat mudofaa ministrligi bunga norozilik bildirdi. Davlat mudofaa ministrligi norozilik bildirdi, lekin ertasi Xitoydagi tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bo'lsa bu tur qat'iy gap qilmaydi. Hatto so'g'a muxbirlarning so'ragan savoliga javob bermadi. Boshqa bir ahvol bo'ldi, ammo Xitoylar shu Zhejiang bilan Yanbir yerdan 4 boshqarilgan bomba atdi. Shu Amerikaniki aeroplanlari uchib o'tgan shu bo'shliqlarga boradigan boshqarilgan bombadan Dovdandan 4 na atdi. 4 na etib biraz popoz qildi Amerikaga. Ko'rdingmi, agar yeni kelsang biz et tushirib olaymiz deganda haq bir narsa qilib. Ashta qilganda 28-da Amerika bir cho'ng dengiz armiya qo'shinini Xitoylar bomba atgan dengizga olib qo'ydi hozir. Nochosan kelgansini qo'rqmaymiz degandeklar. Ishqilib mana ishlar bo'lyapti. Amerika qo'rqib qolgani yo'q. Hozir bir cho'ng dengiz armiya qo'shini shu Xitoyniki bombasi tushgan dengizda hozir. Buni agar YouTube'dan izlasanglar ko'rarsizlar videolarini. Buni ma'lumki faqat o'zimdan boshqa narsa chiqarmayman. Ko'rib boqinglar. Bu yerda men bu U2 degan jasusluq tekshiruvchi aeroplan to'g'riliq ishlarni so'zlab beray. Bu aeroplan intayin ilg'or bir aeroplan boshqalarga yo'q bunday narsalar. Amerika buni ayni vaqtda Sovet ittifoqiga taqabul turish bilan ishlatgan aeroplan bu. Bak igiz uchudi bu. Bu aeroplanniki bir qism qarindoshlar biladigan Amerikada 51 rayon Area 51 degan bir rayon bor. Buni bir qism kishilar tashqi planeta odamlari egallab olgan joy
deb ataydi yani. Sebebi nima desanglar 50 yılları Amerika şu YouTube degan jasus tekshiruvchi aeroplanini ishlab taraq qildirayotgan vaqtida mush aeroplandagi GD'si bazisi shu Utah shtatiniki bir cho'l jaziraning o'rtasida bir yerda. Adam yo'q bir yerda. Shu yerga yasagan bo'ladi. Shu aeroplanni shu sinab qilgan bo'ladi. Bu aeroplandagi alayligi intayin igiz uchudi. Odatda agar sizlar mesela Türkiye'den Amerika'ya kelib qilib Boeing 737 degandek aeroplanlarda o'tirsanlar, bu aeroplan dengiz yüzünden 10 kilometre egizlik uçurdu. Egizlik 10 kilometre. Ama qalin bulutlar odatda 8 kilometrchilik bor. 8 kilometrenin üstüge qalin bulutlar chiqolmaydi. Yani biz bulutlar chiqolmaydi. Şu aeroplan 10 kilometrda uçurdu. Uçkan boğaçqa şu jiroq uçup baqqan qarindoshlarning hammasi biladi. Jiroq uçkan qarindoshlar asosan bulutning ustida uçurdu. Qarasanglar pastga faqat bulutni ham ko'rsizlar, boshqa hech narsa ko'rolmaysizlar. Aeroplan o'ziga havo uchiq yerda uçurdu, ostida bulut bor. İşte sababi nima desanglar, bulutlarning egizligi 8 kilometr, aeroplan 10 kilometr egizlik uçurdu. Lekin U-2 degan tekshirish aeroplanni Amerikadan 21 kilometr egizlik uçurdu bu. İşte boğaçqa ayni vaqtda şu Utah shtatida şu aeroplanni sinab qilib yurgan vaqtida bu aeroplan kechasi uchib tushib qilib yurib, kechasi osmonga chiqqan vaqtida xuddi oyga o'xshash o 20 kilometr yerga chiqqan vaqtida garchi yer yuzida qorong'i bo'lsa-mu Amerikada, qorong'i bo'lsa-mu, aeroplan uchib oyga borganchada xuddi biz oyni ko'rgandek aeroplanni ko'ra olamiz. Kunning nuri aeroplanga tushdi. Yer qorong'i, lekin osmon oydin. Kunning nuri tushib aeroplan ko'rindi. Shu xalqlar qarasa bir narsa uchib chiqayotgan, tushayotgan ata boshqa xalqlar bu yani aşağıda taşqi plantaning adamlari egallab olibdi deb u yerni taşqi planta adamlarning yurti deb atib olgan. Kim buni 2013-yili Amerika hukumati oshkorlab etdi bu qanaqa ekanligini. Shu aeroplan shu ma u. Endi bu aeroplanni egiz uçqanlik uchun odatda radarga tushmaydi bu. Radarmi birisi farqlashadigan radar bor. Farqlashadigan ikki radar bor. Birisi aeroplanni tekshiradigan radarmi bor. Masalan, harbiy parklarda 6 dek radar bor odatda o'xshamagan maqsadlar uchun ishlatilgan. Uniki birisi shu osmondagi aeroplanlarni kuzatadigan radar, birisi dengiz yuzidagi parklarni kuzatadigan radar. Nimishqa desanglar parklar tushib ketmasin deb. Tuman bor vaqtida dengiz yuzini tuman qoplab ketsa, durbunlar ishlamaydi. Utirdatda nimlar bor, park bormi yo'q, buni ko'rib bo'lmaydi durbun bilan. Bu chog'da radar orqali radarniki ishlatilgan to'lqinni mikrodolqin tuman bulutlarni yutib ketarlaydi bular. Shunga radarlarni shu radarlarni mikrodolqin ishlatishlik sababi shu. Sening xabarlarda bor, meniki kasbim elektromagnit to'lqini va mikrodolqin texnikasi. Hozir optikani o'qiyapman. Bularniki hammasini prinsipi o'xshash. Men burun radarni o'qib baqqan. 83-yili men Şanxay qatnash maktabida, oliy maktabida bir yil bilim olgan. Shu yoz vaqtida Nanjingda shu radar to'g'riliq o'qib, ani kurs qatnashib, praktik qiladigan bir fursat bor ekan, 2 oylik. Men o'zimizning maktabga iltimos qilib shu yerga borgan. Uni 720-zavod deb ataydi. Hargiz harbiy bilan munosabatsiz isminiki. Lekin ichida shu radar yasaydi. Men butun radarning darsini o'qigan, texnikalarning hammasini bilaman. Şu çağda ben praktik qilgan şu zavodning ichida bu radar bordi. Uni qo'ldan cho'vasangiz piqlaydi antenasi. Ashta qilib yurib aeroplan stansiyasidan, Nanjingdagi aeroplan stansiyasidan uchib chiqqan, uchib tushayotgan aeroplanlarni ko'ra oldik, biz ko'rib tura oldik. Shu bu narsani bilaman. Endi odatdagi radarlar odatdagi aeroplanlarga laylangan bo'lganligi uchun 10 kilometrdan yuqori uçgan aeroplanlarni ko'rolmaydi bular. Tapamaydı, bayqayamaydı. O birisi, ikincisi, hazır bir kısım aeroplanlar var. O aeroplandaki en strateji, mikrodolqinni yutib oladigan material ishlatgan. Shunga siz radarni ishlatgan vaqtingizda bir xil dolqinni taqtisiz, dolqin berib aeroplanga tegib qaytib keldi. Siz qaytib kelgan dolqinni qabul qilib olib, shu orqali nerede aeroplan bor ekan degan narsani ko'ra olasiz. Agar aeroplan o mikrodolqinni shimirib olsa, dolqin qaytib kelmasa ko'rolmaysiz uni. Şuna bu U-2 degan aeroplanning işte alayligi bor. Men sizlarga zaten qo'yib keldi. Şuna hozir andalik ko'rinishda
Xitoy bilan Amerika urushga kirdigan va nihoyat yaqinlashib qolgandek bir xil tuyg'u berdi odamga. Yaqin bo'layotgan ishlar Xitoyniki rasmiy bomba bilan, rasmiy o'q bilan yanvarni qilishi hozir davomlashyotidi. To'xtab qolgani yo'q. Lekin yaqinda Xitoy ikki jihatdan nihoyat qattiq buyruq tushiryapti. Birisi biz birinchi pay o'qni biz atmaymiz deb harbiylarga buyruq tushiryapti. Har qanday vaqtda, sharoitda birinchi pay o'qni etishga bo'lmaydi deb. Bu yerda muhim bir masala ekan, urush tugagandan keyin uni mas'uliyatni kimga atish masalasi bor. Xalqarodagi ishlarda ashta bo'g'ashqa uni mas'uliyatni bizga atib qolmasin deb Xitoylar hozir harbiylarga buyruq tushiryapti. Biz birinchi pay o'qni biz atmaymiz deb. Shunga birinchi pay o'qni Amerika atmaydi. Nima ish qilsa Xitoy atmasa Amerikaga etishga hojati yo'q bo'lganligi uchun. Lekin Tayvanga tuyuqsiz hujum qilib qolmasin deb hozir intan qattiq tayyorgarlik qilyapti. Hozir Yaponiyami tükçara araplarını bir yerga yapılgan araplarni to'shig'ich anda farqlardan hesab chiqib qopti. Angliyaning mo yetidek farqi kep bo'ldi Tayvan bo'g'izlariga. Ashta qilib ish qilib agar Xitoy bir narsa qilib qolsa, mayda tez suratda ularningki vatvergini chiqarib turgan bir holatda turyapti hozir. Harbiy ahvol. Lekin urush bo'lamdi degan joyda kichik surkilishlar bo'lishi mumkin, lekin cho'ng urush bo'lish ehtimolligi ancha cho'ng emas hozir. Andan keyin yana birisi bu harbiy holatdan boshqa Xitoy davlat ichiga yaqin buyruq chiqarib, biz xalqaro munosabatda bo'lib Amerikaga bo'lgan muomalada yumshoq so'zlik bo'lmaymiz. Hargiz qattiq so'zlik bo'lmanglar, Amerikan tilmanglar. Kim Amerikan tilisa biz jazolaymiz deb uqdi deb bo'lar. Sirtqa yumshoq bo'lamiz, ichki jihatdan qattiq bo'lamiz deb. Ama işte buyruq tushiryapti hozir. Bu buyruqniki biz uchun ziyni bak cho'ng. Uyg'urlarga aslida intayin qattiq qo'lliq qilib kelgan bular. Ma buyruqlar texnika qattiq qo'lliq bo'ldi degan gap bu. Shunga boshqa narsalar bor. Andan keyin meniki yana olgan bir xabarim, ma'lumotning ichida o'tgan haftada falan degan Xitoy askarlariniki intayin Amerika urush qilishdan qo'rqib turayotganligini. Ana hozir bu Xitoyniki davlat mudofaa ministerligi Amerikaga pozitsiya bildirib, Amerikaning qilayotgan ishlariga, ammo Xitoyniki tashqi ishlar ministriniki pozitsiya bildirmasligi ikki jihatga ziddiyatdan darak berdi deydi. Ikki jihatda ziddiyat bor, hozir harbiylar bilan hukumat o'tirisida. Harbiylarning ichida bir qismlari Amerika bizni bak bo'lsa qilib ketdi. Bunda bo'lsa bo'lmaydi deb fikr qilayotganlar bor ekan. Hükümet basılanı basırıp duruyotgan ahval bor. Endi yana bir xabar sizlarga deb qo'ymoqchi bo'lganim, yaqinda shu tashqiqot ishlarida nihoyatda yaxshi bo'layotgan ishlar bor. Bir video chiqdi, ama şu Hamza Media degan bir yerdan chiqibdi bu video. Bir qo'jaqni chiqarib, shu Uyg'urlarniki beshiga kelgan zulmlarni tushuntirib, inglizcha nihoyatda sifati yaxshi video chiqibdi. Uni men Twitterga chiqarib qo'ydim, Facebook'ga chiqarib qo'ydim, ko'rib olsanglar bo'ladi. Lekin ma'lumot degandek Uyg'urlarniki beshiga kelgan zulmni irqiy qirg'inchilik deb deb Donald Trumpga bir tashabbusnoma chiqdi, yani bu doktoratni chiqdi, mushtarishlar bo'lyotdi. Endi vatanchilik ahvoliga kelaylik. Vatanchilik ahvol yenilamkin intayin facialik hozirmi. Bu Uyg'urlarniki uyga sunilishi yenilam davomlashyotdi. Ancha-muncha qo'ypagan ahvol bor. Bularniki hozirgi ahvoli 3 turga ayrılıq ekan Uyg'urlarniki ahvoli. Birincisi doktorxona, mehmonxona, andan keyin quruq uylarga sunib ketgan kishilar. Bularga hozir rasmiy men burun deb kelayotganimdek vaksina tajribasi qilayotgan kishilar. Bu ahvol hozir muntaqi davomlashib ketibdi. U yerdagi odamlar to'g'riliq hech qanday midrash ahvollari yo'q. Ikkinchisi uyga solib qo'yilgan Uyg'urlar. Bu hozir butun Sharq Turkistonda umumyuzlik bo'lyapti. Uyg'urlarning hamma yerda Uyg'urlarni so'lyapti bular. Lekin bularga shu Xitoy to'g'risi deb bir narsani ichirib kuniga 2 vaqt bu ishlar davomlashyapti. Uchinchisi
azıraqcha yeniroq qaralgan kishilar ekan. Bu kishilarni hozirgi idoraning ichida uydan chiqib, idoraning ichida sirtga chiqmay, optap yeyishga kuniga 1-2 soat qo'yib turayotgan ahvollar chiqdi yaqinda. Uniki videolar chiqdi, uni ehtimoslarni ko'rdinglar. Mana 3 xil ahvol bu etibdi. Hozirgi maoshsiz Uyg'urlar intayin cho'ng xatar ichida. Maoshsiz Uyg'urlar nima qilsanglar, yemeklik buyurtgan chog'da naq pulni shu vaqtda o'zida beramiz bo'lmagandan keyin pul beramiz bo'lgan uchun bu maoshsizlarniki aslida jiqqan pul yo'q. Bularniki ichida hozir ochchiqda qilayotgan ahvol intayin og'ir. Bu ahvolniki darajasi qaysi darajaga bordi aniq emas. Agar qarindoshlar, agar sizlar bu jihat uchirga kelsanglar, yo'llab turinglar, menga bek muhim bu. Hozir men nurg'un yerlarni shular bilan ta'minlayapman. Bizniki bunda ahvollarni bilib turishimizniki ahamiyati bek zo'r. Bunu bilib turishimiz kerak. Endi men yaqinda tunugin Twitterga yana bir narsani chiqarib qo'ydim. Hammanglar ko'ringlardek bu Xitoy dorisini ichirish bek umumlashib ketdi hozir. Mening sal hayron qolganim bu Xitoy dorilari o'simlikdan bo'ladi, meniki tushunishimcha. Bosh narsadan chiqqanmi agar bilsanglar deb turinglar. Mening bilishimcha o'simlikdan chiqadi. Bu Wuhandagi virusning ishi 3-oyda boshlangan bo'lsa, 5-oydan boshlang'ich maktabning bolalarga dori chekishga boshladi bular. Video chiqqan, men Twitterga chiqarib qo'ygan buni. Hozir bo'lsa, butun Sharq Turkistonda Uyg'urlarning hammasiga dori chiryotdi. Bundaq ko'p dorini nerdan chiqadi deb Xitoylar. Bu Junyi dorisi degan dorini 2-3 oy ichida ashundaq zo'r miqdorda ishlab chiqargan bo'lgan narsami bu? Yoki Xitoy bugungi bo'lgan ishlarga tayyorlik qilib bo'lganmi? Necha yil bo'lganmi? Mush ehtimolli qandaroq. Hozir mening kallam ashta bir ish kelib qoldi. Tunogin buni men inglizcha yozib chiqarib atdim Twitterga. Agar bu jihatda sizlar uchirib qolsa yetkazib qo'ysanglar, bu bir narsa. Yana birisi hozir qadar yozilgan kitoblar ichida kishilarga dori ichirib, ularniki kishilarning odamlarniki insonlik xarakterini o'zgartirib bo'lganlar haqida kitob bor yozilgan. Men buni inglizcha yozib chiqarib qo'ydim. Hozir ba'zi qarindoshlar mana shu ijtimoiy tarmoqlarga Xitoy ichirayotgan modora Uyg'urlarniki jangovarligini yo'qotadigan, Uyg'urlarniki qarshilik ko'rsatish iqtidorini yo'q qiladigan dori ekan degan narsani chiqadi ba'zi qarindoshlar ijtimoiy tarmoqlarga. Men undan ko'p ishga erishamadim. Agar sizlar bu jihatda bilsanglar, menga deb bergan bo'lsanglar. Bu ular intayin muhim. Shunga hozir endi bir qism kishilarni Urumchida yaqinda yana bir qism aholilarga o'tiribdi. Shochining kadrlari bu qatimki ilib berilgan ishlarniki bir qismi haqiqatan bu Xitoy vaksinasiniki ikkinchi qatimlik siniqi. Bu sınaq hozir g'aliblik oxirlashdi. Cho'qim bu yil 11-oylarda 3-sınaq oxirlashib, Xitoy birinchi bo'lib dunyoga vaksina chiqardi degan gaplarni uqtiribdi. Shochining kadrlari bu meniki o'tgan haftada degan gaplarni biroz isbotlayotdi. Xitoyning hozir qilayotgani mana shu vaksina siniqni qilyotdi deb kelayotgan, men izchil turda buni shochilarda uqtiribdi biroz bir qism kishilarga. Ondan keyin hozirgi shu suloq qachonlik ochiladi. Ba'zi yerlarda ochdi degan uchurmi keldi menga. Ancha-muncha. Lekin ko'pinchalarda ochmabdi. Hozirgi menga bugun kelgan uchurdan qaragan chog'da 9-oyniki 15lardan 30largacha bo'lganmish orliqdami hozirgi bu suloqniki ichilishi notayin deydi. Bu to'g'rida hozir aniq gap yo'q ekan Sharq Turkistonda. Xo'yanchi tavasidagi lagerda bir Uyg'ur bola o'lib ketdi ekan yaqinda. Mana necha kunning oldida bo'lgan ekan. U bolani shu plastikga yugatlam olib kun bitibdi, uyga bermabdi. Bu bolaniki o'limi biroz o'sha gap tarqalibdi. Shu virus bo'lib qolish ehtimolligi bek cho'nki. Mana kelgan yana bir uchur Michuandagi Midung rayoni degan yerda Urumchida eng dastlab silingan eng cho'ng lager bor ekan. Şu lagerda ishlaydigan 5-600 xodimlar bor ekan. Saqchilar, anikin boshqa xodimlar bu 5-600 kishilar bor ekan, hukumatning odamlari. Nima emas, lager ulangan Uyg'urlar emas. Shu ulanganlarni beqib turadigan kishilar. Shu necha kunning oldida
şu lagerda işleydiğin hükümet xodimlarini turkumga bo'lib, chiqib ularni tashkil turibdi. Nima uchun tashkil degan to'g'riliq aniq uchur yo'q, lekin menga kelgan faraz bular hozir shu lagerga Xitoy virusi tarqalgan bo'lishi mumkin. Shunlashqa shu lagerdagi xodimlarni viruslar yuqumlandimi yo'q deb tekshirishga boshlaganda qildi degan uchur keldi. Shunga bu jihat uchurlarga muvaffaq diqqat qilaylik. Yine qanday gaplar chiqdi bilgili bo'lmaydi. Hozir shu virusniki lagerga kirib ketganligi to'g'riliq mana ba'zi bir shapilar chiqyotdi. Zaten buniki darajasi zaten qaysi darajada aniq emas. Endi biraz yaxshi xabarimi bor. Onimo degan chaqda hozir Sharq Turkistonda turayotgan Xitoylar intayin qattiq qo'rqib ketibdi. Qo'rqib ketdi degan gap boshqa ishlardan emas. Amerikaniki chiqargan, yaqinda chiqargan qonun qarorlaridan qo'rqib ketibdi. Bizim bolalarimiz, biz o'zimizniki kelgusidek cho'ng qarong'uchilik qilib qoldi ekan, biz bu yerda turib olsak deb hozir nurg'un Xitoylar deydi, mushqetim agar ichvasa deydi. Mushqetim shu quluplash oxirlashib Xitoylarni yo Amerikani ichib qolsa, yo'llarni ichvasa, Urumchidagi Xitoylarniki kam deganda 50% qish ketishi mumkin deydi. Hozir holat ashtaqqan Xitoylar intayin qo'rqib shu amal voslam ketimiz deb tayyorlab qo'yibdi. Yana bir kelgan yana bir uchur. O'tgan yil 10-oyda shu 6 oydagi qozoqlarni, lagerlar ushlangan qozoq xalqlarini asosan qo'yibdi. 80%dak odamni. Ularniki qo'yatmagan odamlari shu diniy o'limalar ekan. Diniy o'limalarni turmaga yo'tkab ketgan, hozir shu lagerlarda ushlanib turayotganlar bor ekan. Qağalarning hammasini qo'yib ketibdi. Qo'yatganlarida chet elda o'qib kelganlar qozoqlarni qo'yib ketibdi. Din o'qiganlar bo'lmasa, ashta qilib 80% dak odamni qo'yibdi deydi. Ananiki yana birisi 2019-yilda Chag'andan bir necha hafta burun Urumchida bir yig'in ochilibdi. 800 dak odamga. Bu odamlar asosan Abdum rayonidagi Uyg'ur, qozoq muxbirlar, televizorchilar, professorlar, diktorlar qatorliq shu tashviqot, o'qitish ishlari bilan shug'ullangan kishilar ekan. 800 dak odamga bir yig'in ochibdi Urumchida. Bu yig'inga kirishdan burun o'qitish qilib, qalam, qog'oz, yonfon, apparat degandek hech qanday narsa kirishga bo'lmaydi. Deb ishtilam agar telefoni bala bo'lsa, ularni hammasini ishtilash yig'ilib, ashtaq akirib shu yerda bir narsa o'qitiribdi. Bu yig'in o'qitgan narsa nima ekan desanglar, mana shu arabchadan uyg'ur tiliga kirgan so'zlarniki hammasi bir tutash uyg'ur tili so'zliklardan chiqarib o'tish, tashviqotlarda o'qitishda qat'iy ishlatmaslikni e'lon qildi. Bu bir maxfiy yig'inda ichilibdi bu yig'in. Hech qanday xotirasi yo'q deydi. Bu yig'in to'g'ri hech qanday xotirasi yo'q. Boshqa hech qanday bu to'g'ri gapim bo'lmagan, lekin shu odamlarning yig'in masalan o'qtiribdi. Andan keyin shu yerda nikoh degan so'z bor ekan. Nikoh degan so'zni ishlatishga bo'lmaydi. Nikohni amaldan qoldirib o'tdi bular. Xabar topdinglar. Hozir Uyg'urlar berib to'y qildiganlar shu qog'ozni aslan bo'ldi ekan, nikoh qilish bo'lmaydi ekan. Endi Uyg'urlar ichida Uyg'ur to'y qildigan ishlar qancha qoldi, bu Xudoning omonat. Bu to'g'ri men bir uchurlar topmadim dedi. Lekin nikoh amaldan qoldi. Buning ba'zi uchurlari chiqdi. Sizlar anlagan bo'lishingiz mumkin. Andan keyin burun saqal burutlarni qisqa qo'ysa ancha yo'l qo'ydi ekan-da. Hozir endi ekranga chiqadigan kishilar, amaldorlar, doniq shaxslar bularniki saqal burut qo'yishib butunlay cheklanibdi. Bundaki saqal burut qo'ysa bo'lmaydi. Andan keyin shu abaytaman degan buyruqlarniki hech qaysi yozma shaklda emas deydi. Hech qanday qog'oz, hech narsa yo'q deydi. Bu butlay ig'zoga yetkazilibdi. Agar şeyi berib, kishilar tekshirib qolsa, bunga isbot topamisan deb ashta qilibdi buni. Bular ig'zoga yetkazibdi. Xalqlarga.
Adamdan keyin o'tganda yasalgan doktorxonalar bor ekan. 2 hafta ichida yasalib bo'lgan shu bir qism uyg'urlarni karantin qilayotgan doktorxonalar shularning ichidan ba'zilarini qo'yib yetibdi. Bu to'g'ri uchur oldim men. Shu qo'yayotganlarning deyishicha, ularniki shu vaksina siniq qilinganligini deb turibdi. Menga ham shu taq bo'ldi. Bundan xabardor bo'lganlar. Necha kun oldin o'qigan yana bir ahvol. Bunga men bak cho'chib ketdim. Twitterga endi chizib chiqardim. Hozir xabarlarda bor. Urumchidagi Uyg'ur aholining hammasi suloqda ishga taqaliq. Yaqinda Shochining kadrlari Uyg'urlarning uyiga birdan kirib, Uyg'urlarniki shu an'anaviy buyumlarini hammasini yig'ib ketibdi. Virus yuqumlantirib qo'ydi deb banasi virus yuqumlantirib qo'ydi degan bo'pti. Qandaq buyumlarni sanlar gilam, deraza pardalari, atlas ko'ynak qatorliq buyumlar, mushtaq narsalarning hammani yig'ib, chiqib ko'ydirib deb ketibdi hammasini. Xitoy shunday qilib, bu qitimki ikkinchi qitimlik virus to'lqinini o'zlari planlab, yasab chiqib, Uyg'urlarni sulab, hozir buni bahona qilib turib, ularning o'ziniki vaksinasini, dorilarini sinab qilib, endi shu bahonada Uyg'urlarni Uyg'ur qilib ko'rsatib turadigan bütün buyumlarni tozalitibdi bu qadam. Urumchida mashtaq bo'ldi. Qayerlarda mashtaq bo'ldimi uqmayman. Uyinglar bilan ajmish aloqanglar bor qarindoshlar, mushtiyatik uchurlarga diqqat qilib qo'ysanglar. Agar egalliga uchuringlar bo'lsa, meni xabarlantirib qo'ysanglar. Shunda qilib biz bek ko'p narsalarimizni olib qoldik hozir qadar. Endi o'zimizniki an'anaviy buyumlarni olib qolibmiz. Yaqinda ehtimol ko'rdinglar, hozir atlas ko'ynak to'plarni Xitoylar kiyib Xitoylar Uyg'urlarniki adimini yo'q qilib, madaniyatini, kiyimini, bu narsani saqlab kelib turib, Xitoyga kiydirib, sirtin kelganlarga xuddi Uyg'urlar bordek, Uyg'urlar burgida yashayotganlar ko'rsatish uchun ashta qilyotdi. Lekin amniyati bo'lsa, Uyg'urlarning uyini tozalatibdi. Bu yer uchurlarni yangi uchurlar bo'lib qolsa xabarlantirib qo'ysanglar. Ondan keyin yana bir uchur men yaqinda kelgan. Bu shu Xitoydan kelgan uchur. 90-yillarda Xitoy hukumati 1000 dak to'y qilmagan Uyg'ur qizlarini tanlab, shu Sharqiy Turkistondagi bir yerga sulab bularni maxsus odam tug'adigan mashinaga aylantirib olibdi. 1000 dak Uyg'ur qizlarini. Bularni alayda tanlagan qizlar ekan bular. Ashta qilib bularni ashada o'zlari tanlagan erlarga qo'yib berib, shu orqali tug'dirib bolalarini akitibdi. Shu ishga qatnashgan bir xonimning gapirishicha, u xonimga bosqinchilik qilganlarniki soni 100 ni oshdi ekan. 20 yil ichida 20 dan ko'p bola tug'ibdi. Bu bolalarning hammasini tug'utlab akitibdi, o'zi ko'p olmabdi o'zing bolalarini. Menga kelib qolgan ikki parcha rasm bor deb shu izmay taraflardan tushirib olganman. Uyg'urlarning kichik bolalarini harbiylar tarbiyalayotgan rasm. Men buni Twitterga chiqarib qo'ygandim. Bugun shu videodan keyin Facebook'ga chiqarib qo'yay, ko'rib qo'yinglar. Men burun tushunmagan burun men bu rasmni ko'rib, shu lager ushlayotgan Uyg'urlarning bolalari o'xshaydi. Bolalar lager ushlangan bir qism bolalarni Xitoy hukumati tanlab, shu kelgusidagi josuslik qilgan xalqarada josuslik qilgan odamlar qilib tarbiyalash uchun akatga o'xshaydi deb o'ylagandim. Ma uchun olgandan keyin bu ishniki munosib deb his qildim men. Buni shubhati Twitterga chiqarib qo'ydim 2 kun oldida. Hozir men chiqargan shu bir uchur 650 qatimdan ko'p tarqaldi. Kishilar tarqatdi buni. Nurg'un kasachib ketdi. Xitoylarniki qilmagan ishmi qolmabdi. Men buni chiqargandan keyin ba'zilarda Xitoy shu 50-yillardan boshlablamkin bir qism Xitoy bolalarini Uyg'urlarga berib, Uyg'urlar uyida tarbiyalab cho'ng qilgan. Shu Xitoyning bolalari hozir Sharq Turkistonda muhim yerda ishlaydi. Bulupmu Uyg'urlarning ustidan josuslik qilgan ishlarni qilayotganlar Xitoyning bolalari degan uchun yetkazdi. Yana bir xabar menga kelgan. Hozir Xitoylar vatandagi chet elda bolalari bor yoki yaqin tuqqanlari bor Uyg'urlarni intayin qattiq darajada qo'g'ab o'tiribdi. Biz hozir butun telefon qilib bo'ldik. Kimning nerede turayotganligini hammasi bilamiz. Sening bolalaringlar qayerda turayotganligini to'liq bilamiz.
biz pat yaqin qaytarib kelmaymiz degandek gaplarni taqitib Uyg'urlarni quvvat qiltiribdi. Chet elliklarning xabarlarida bunda ish yo'q. Tuqqanlarga ko'chgan vaqtlarda ularni biraz xotirjam qilib qo'yinglar. Xitoy hozir psixologiya urushi bilan Uyg'urlarni nobud qilyotdi. Mana shuning bir tarkibiy qismi. Men tushunishim shunday. Endi oxirida deydigan yana bir gap, abaydan ozat dedim men bu gapni. Zodi Uyg'urlarning chiqish yo'li nerede? Ben de tünegün Amerika'daki bir qancha musulmon o'quvchilar bilan paralashdim bu vaqtda. Hozir kim bilan paralasam, muxbirlarmi shu, kim bilan paralasam so'ragan savolim shu. Uyg'urlar uchun chiqish yo'li zodi nerede? Uyg'ur masalasini qanday hal qilib bo'ladi deydigan. Meniki yaqinda bakroq ta'kidlayotganim, hozir Uyg'ur masalasida BDT hech qanday tadbir qo'llanmadi. BDT intan qattiq uyquga ketdi. Kosovo'niki ishlarini tekshirib baqqan men. Siz o'tgan bir qatim deb berdim. Kosovo'da o'lib ketgan Albaniyaliklarning soni 13 mingdak odam ekan. Tutib ushlanganlarning soni 80 ming odamni esini qilishcha. 13 ming odam o'lib ketgan, 80 mingdak odam ushlangan. Hozir Uyg'urlarniki ushlanganlarning soni 6 milliondan 9 milliongacha deyapmiz. O'lib ketganlarning soni 1 milliondan oshadi. Men izchil bu gapni deb turibman, lekin BDT'ning hech qanday tadbir qo'llangan yeri yo'q. Endi ular tadbir qo'llanishga boshlasa, masalan Amerika boshlig'idagi bir qism davlatlar ba'zi qonun qaror loyihalarini o'tirg'a chiqib BDT'ga tashlasa, o'tamdi o'tmamdi degan joyda bu intayin tas. Nimishqa deganda BDT'niki doimiy komitetida Xitoy bilan Rossiya bor. Bular birinchi qarshi turdi. Bular qarshi tursa bu narsani o'tkazmak tas. Ashta bo'g'ashqa bu BDT yo'li bilan Uyg'urlarniki masalasini garchi mushtaq bir mexanizm hozir mavjud bo'lsa-mu, hozir qadar hech qanday ish qilmagan bo'lsa-mu, buniki ish qilayli deb o'tirishgan vaqtida buniki unumli bo'lib ketish ehtimolligi pek cho'ng emas. Bu pek ichinishli ahvol, ammo haqiqiy ahvol shu. Men buni shu bilan demsam bo'lmaydi. Hozir endi Amerika bu ishni biladi. Amerika hozir BDT'dan pek so'yib ketdi. Bu BDT pek joy chiqib qoldi. Aslidagi BDT'ni qurgan vaqtdagi maqsadga qat'iyan yetkazib bo'lmaydigan bir holat kelib qoldi. Masalan, Xitoyniki muhim amaldorlari BDT'niki kishilik huquq komitetining ichida bor. Xitoy dunyoda kishilik huquqini dafsana qilgan birinchi davlat, lekin BDT'niki kishilik huquq komitetiga kirib oldi bular. Ammo shu bo'g'ashqa bu bir charchaqdan bir narsaga aylanib qoldi. Bu yo'l bilan bizning ishimizning hal bo'lishi notayin. Endi Amerikaniki yaqinda tutayotgan bir yo'li BDT'dan cho'ng umid kutmay öz aldığı bir xalqaro ittifoqdosh bir xalqaro birlikni qurish uchun tirishayotdi. Men o'tgan qatimliq videoda dedim, hozir bu jihatga ishlarni aytdi. Kuchli darajada ilib berilyapti Amerika tarafidan. Shunga endi mavjud ehtimollikni qanday bor desa, birisi shu xalqaro jamoat, xalqaro tashkilotlar endi. Uning ichida bir tema bor. Bu bir yo'l bor. Ikkinchi yo'l Xitoy kompartiya hokimiyatining ag'dirilishi. Bunun da ümit cho'ng. Bunda ümit cho'ng hozir chet eldagi Xitoy analizlarining deyishicha bir ikki yil qolmaylan bu ish yuz berdi deyotdi. Xitoyning ichidagi huquq kurashi intayin eg'irlashdi. Hozir bo'libmi Xi Jinping bilan u kimniki Zhu Yongkang. Bu ikkisiniki Zhu Yongkang deymanda men davom xatolashib qo'yman degan bir odamning ismi bilan. Hozirgi zo'ngli bo'lib turayotgan kishi. Ikkisiniki men sal charchoqlik kechiringlar. Ikkisining o'rtasidagi kurash intayin qattiq. Yaqinda bu zo'ngli suhbat o'g'aylarni berib tekshirganda Xitoyniki hech qanday mediasi e'lon qilmadi buni. Xi Jinping bir o'ndak iqtisodiy mutaxassislarni yig'in ochdi. Bu hozir bu iqtisodga masaladan bir so'nglar dedinglar deyman, japa ismini qolmayotdi bu ism. Li Keqiang, rahmat. Li Keqiang suhbatni boyaga berib ekskursiya qilganda uni faqat medialarda bermadi. Xi Jinping suhbatni tugab bo'lganiga berib yolg'ondan bir berib qo'yganda butun matbuotlarni shu qopladi. Andan keyin nima Xi Jinping yaqinda bir o'ndak iqtisodiy mutaxassislarni to'plab
Xitoyning iqtisodini buniki qanday yapmamız deb bir yig'in ochdi. As iqtisodga Likachan mas'ul. Bu yig'inga Likachan qatnashmadi. Bu Xitoyning ichida hozir ajoyib mana o'ylar bo'lyotidi. Huquq kurashi intayin keskin. Ashta bo'lg'ashqa chet eldagi Xitoy kuzatuvchilari, Xitoy hokimiyati, Xitoy kompartiya hokimiyati bir ikki yil ichida o'lib tushishi mumkin deb qarayotidi. Chet el kuzatuvchilarining ichidami mana qarayotganlarning soni ko'payishga boshlayotidi. Bu jihatda umid cho'ng. Agar Xitoyniki kompartiya hokimiyati ag'darilsa, Uyg'urlarga bir cho'ng umid paydo bo'ladi, bir cho'ng fursat keladi endi. Shu chaqda shu yo'l bilan bizning ishimizni hal bo'lib qolib, hal bo'lishi bizniki Uyg'urlarniki yo'lga chiqish mumkin. Shundan boshqa biz umidvor yashashimiz kerak. Lekin qilayotgan ishimizni to'xtatib qo'ysak qat'iy bo'lmaydi. Aslab tirishmasak bo'lmaydi. Yaqinda hozir biz tunugimi dedi Pompeo hozir bir izchil turda bir tashabbusni qilib kelyotdi. Endi Pompeo Xitoy hukumatini ag'daritish kerak demaydi u odam. Unda desa bo'lmaydi. Unda demaydi, lekin Xitoy kompartiya hokimiyatini o'zgartirish kerak deydi u odam. Deb tunugin degan gapina Xitoy kompartiya hokimiyatini agar Xitoy kompartiya hokimiyatini o'zgartmasak, Xitoydan dunyoga keladigan tahdid tugamaydi. Ammo biz Xitoy kompartiya hokimiyatini o'zgartirish vazifasini yolg'iz Xitoy xalqiga qo'yib qo'ysak bo'lmaydi. Dunyodagi erkin davlatlar, dunyodagi demokratik davlatlar yordam berishimiz kerak degan narsani o'tirib qo'yadi. Tunugim dedi bu gapni. Shunga bu jihatda Amerika nihoyatda kuchli ishlarni yapyapti. Shunga hammamiz umidvor bo'laylik, lekin qilayotganimizni aslab kuchaytiraylik. Vatanning ahvolida yaxshilanish yo'q. Hozirmi intayin ichlanish ahvoli har haftada bo'lyotdi. Albatta sizlarga tapadim natijasini shuni tirishmasak bo'lmaydi. Oxirida deb qo'ygan bir narsam o'tgan hafta unutib qolibman. Turkiyadagi dotsent doktor Nuraniya singlimiz Selçuk Üniversitesi Doğrugarlik Fakültesiniki muavin müdiri bo'lib tayinlanibdi. Yaqinda xizmatga o'tiribdi. Onga 2 haftada qolib qoldim. Mening farzimcha 10 kundan oshdi. O'tgan hafta deyman deb unutib qolibman. Muborak bo'lsin. Uyg'urlarning ichida shundaq sarxillar chiqsa, xalqaroda bir Ravrus tili og'ilmoqdek o'rinlarni ishlagan Uyg'urlarning soni ko'paysa, bizniki xalqarodagi obrazimiz üstüdü. Bizim gapimiz oqadigan bo'ladi. Bu jihatda Uyg'urlar davom ettirishsak bo'ladi. Maqolamizda bugun boshchilik so'zlab beray. Bugun sal ko'p uzun bo'lib ketdi deb o'ylayman. Kechiringlar. Men odatda uzun qilmayman deb shunday qisqartirishga boqaman. Ba'zi joylarda yana sal uzunroq ketyapti. Maqolamizda ikki qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Maqolam programmamiz sal kechikib ketdi. Kechirasizlar. Maqola har xo'sh Allohga omonat.